Zayob bo'ldim bu temadan. Bizdek miyamgacha keldi. Bilasizlar, meni biznesim bor, Moxa parfyumi. Hozir mana zakazlarni olib ketyapman pochtaga. Men mehnat orqali pul topaman. Men tovar chiqazaman, shu orqali biznesimni rivojlantiraman. Lekin meni nomimni bulg'amoqchi bo'lgan moshinniklar paydo bo'lgan. Hozir Telegram kanalini, короче, adminskiy akkauntini qo'yaman. Xuddi mendagi qilib olgan. Akkaunti bormi, kontentlari bormi? No, qatdan ajrata olasizlar. Za oktyabr, mana shu oy oktyabr oyida hamma kontentimni, короче, o'g'irlab qo'yib chiqqan, tushunasizlarmi? Admin akkauntida ham meni lichniy kanalimdan videolarni olib turib, o'sha profiliga stories qilib qo'yib qo'ygan. Oktyabr 2025-yil. Mana qo'yib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Men biznesimni 2 yildan beri yuritaman. Получается, kanalim iyun oylarida 2023-yil ochilgan. Adminskiy akkauntimni ham o'sha yozdan beri, 23-yildan beri yuritaman. O'zimnikini ham qo'yib qo'yaman, qatdan ajratib ola olasizlar. Odamlar meni kontentimni olganda, odamlar o'shanga uchib, arzon narx qo'yib tashlagan. 200 ming, 100 ming tashlasa, odamlar жаловаться qilmaydi deb, siz bilasizlar-ku. Ya'ni oilaviy tovar bo'lsa, mana shu жаловаться qilishmaydi. Вот. И uchib kartasiga pulni tashab, keyin menga yozyapti. Siz meni aldab ketdingiz. Zdrasте, kimga pul tashladingiz siz deyapman-da. Meni yana bitta ajratib oladigan joyinglar, menda faqat Hakimova Moxinabonu kartasi beriladi. Chunki sizlar mendan xarid qilyapsizlar. Sizlar qanaqadir Ahmadjon, Ahmadboy, Bekzodlardan xarid qilmayapsizlar-da. Nimaga odamlar shunchalik sodda deyman-da, boru. Menda faqat Hakimova Moxinabonu kartasi beriladi. Boshqa karta berilmaydi hech qanaqa. Tushunyapsizlarmi? Keyin birovga pul tashlayapti-da, ular men deb o'ylabdi. Menga жаловаться qilib yozyapti. Nedirki siz aldab ketdingiz. Menga zarlamasiz aldab ketib. Men birov bir kismiga muhtoj odam emasman. Men pulini olaman klientni, joyida zakazini chiqarib beraman. Viloyatga bo'lsa viloyatga, shaharga bo'lsa shaharga. Iltimos, moshinniklarga aldanmaylik. Shunchalik meni biznesim alhamdulillah rivojlanyaptiki, meni fake'larim paydo bo'lyapti-da. Afsuslar kim? Odamlar o'shalarga uchyapti. Meni original kanalim faqat Moxa parfyumi. Moxa parfyumi. Hech qanaqa ikkita r'si, hech qanaqa ikkita e'si, p'si yo'q. Вот Moxa parfyumi qanaqa yozilsa, xuddi shunaqa. Meni Instagram akkauntim shapkasida ham bor, mana qo'yib qo'yaman. Aldanmaylar, original kanalga Moxa parfyumi Instagramini shapkasida yoki meni shapkam ssilkasidan o'tsanglar, original kanalga o'tasizlar. Rahmat.